Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir navbatdagi obzorimizda Jack T8 pikap. Mashinamiz 2 turbo motor, benzinda propan metan o'rnatsa bo'ladi. Multirol, cruise control, ABS'lari bor, kattagina monitor, mexanika bo'ladi korobkasi. 4 ta balon ham vedushi. Bunda ekonom varianti ham bor. 2 ta balonni vedushi qilib haydasa ham bo'ladi. 4 ta balonni turbo усиленный varianti ham bor. Mashina tayyor holatda, eko koja, terlatmaydiganidan. Eshiklar polni knopочный. R18 yumshoq balonlar saka bo'ladi. Bagaji ham anchagina katta. Bemalol kattaroq yuklaringizni tashlasangiz ham bo'ladi. Mashinamiz tayyor holatda. Mashinani olish tartibi va test drive haqida kommentariyada yozsangiz, o'zimiz aloqaga chiqib, sizga batafsil ma'lumot beramiz. YouTube kanalimizga ham podpiska tashlab